Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Mushaqtonlar xayrli bo'lsin. Python dastlabki seviye programlalash darsining 5-qismiga hammalar xush keldinglar. Ko'rayotganinglardek biz oldingi darsimizda, ya'ni 4-qism darsimizda tunji qatim kod yozgandik va uni ijro qilgandik. Shundan bir vaqtda printning, tirnoqningki, uningdan boshqa taq ustupashning va jup ustupashningki qanday rol borligini ayrim holda ko'rib o'tgandik. 4-qism darsimizga qaraydigan bo'lsak, nihoyatda yaxshi inkaslar tushdi. Buning ichidan Abdurahmon Sodiq qarindoshimiz bu darsdan xulos bu shaklda bir inkas, ya'ni nadir inkas qoldiribdi. Bu orqali oldingi darsimizni qisqacha izohlab chiqa olamiz. Biz bugungi darsimizda unda bo'lsa, biz sonliq qimmatni o'rganib chiqamiz. Ya'ni shu Python orqali sonliq qimmatni qanday ifodalaymiz, buning natijasini qaysi xil shaklda ola olamiz, buni birlikda ko'rib chiqamiz. Unda biz yana o'xshash shaklda PyCharmni ochaylik. Ochgandan keyin men yana yangidan hujjat qurma. Men bu yerga beshinchi dars deb yozay. Ko'rayotganinglardek ustal ustida qurildi. Create'ni bosdim. Undan keyin Close'ni bosdim. Yani biz ilgari o'rganib o'tganimizdek Python file deb yozib, bu yerga yana o'xshash shaklda 5-dars deb yozamiz. Yani sonliq qimmatning nimaligini hammalar bilasizlar. Sonliq qimmatningki nimaligi haqida bu yerda tafsil to'xtalishimning hojati yo'q. Chunki son degandan keyin 0 dan tortib 9gacha bo'lgan raqamlar, undan keyingi o'xshash shaklda davomlashib kelayotgan raqamlarni bila olamiz. Endi biz bugungi darsimizda avvalda o'tganimizdek sonliq qimmatni matematik hisoblash orqali buning natijasini qaysi xil shaklda ola olamiz, buni biz birlikda ko'rib chiqamiz. Bunda esa buni cho'ngaytib ko'rayotganingdek biz oldingi darsimizgidek bu natijani sol taraf chiqqan holatda tanishib oldik. Bundan keyin boshlab ketaylik. Diqqat qilgan bo'lsanglar, biz oldingi darsimizda printni yozgandik va ustidagi mana ko'rayotganinglardek jup 5 ni yozgandan keyin bu yerga biz tekst yozdik. Uyg'urcha yozaylik. 5-darsga hammanglar xush keldinglar deb yozdik. Buni ijro qilaylik. Mana o'xshash shaklda 5-darsga hammanglar xush keldinglar deb chiqdi. Biz endi bugungi darsimizdan o'ziga kelsak, qaranglar. Print yozdik, ya'ni o'xshash shaklda 5 deb yozdik. Undan keyin biz ijro qilib ko'raylik. Ko'rayotganinglardek 5 bo'ldi. Endi biz oldingi darsimizda print yozib, bu yerga 5 yozgandan keyin tekst yozdik. Tekst yozdik. Endi bugungi darsimizda yana o'xshash shaklda print yozib, bu yerga bevosita raqam yozamiz. Masalan, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Endi ijro qilaylik. Mana. Biz oldingi darsimizda print yozgandan keyin tirnoqdan keyin qo'shbash orqali tekst yozdik. Endi biz bugungi darsimizda printdan keyin tirnoqning ichiga bevosita son yozdik. Ya'ni bu shaklda yozamiz. Endi biz pesh qo'yish bilan pesh qo'ymaslikningki farqini ko'rishdan ilgari oddiy bo'lgan bir hisoblash ilib berib qo'yaylik. Bundan so'ng o'xshash shaklda print yozdik va 2 qo'shilgan 5 ijro qilaylik. Bu yerda natijasi 7 holatda chiqdi. Bunda bo'lsa biz birinchi bo'lib qo'shish, elish, ko'paytirish, bo'lishni ko'rib chiqaylik. Bundan keyin ham davomli ilgilanamiz. Bundan print yozdik o'xshash shaklda. Ma'lum qimmatni kirgizamiz. Masalan, 100 bo'shliq qo'shilgan bo'shliq 200. Natija 300. Endi bu yerda bo'shliqni nima uchun qo'yamiz degan vaqtda bo'shliq qo'ymaymi yozishga bo'ldi. Masalan, endi natijasini ko'rib boqaylik. O'xshash shaklda 300 bo'ldi. Endi bu yerda biroz bo'shliq bo'lgan vaqtda
Özümüz biraz rahatlanamiz. Mayak o'xshash tiqma bo'lib qoldi. Shunlashqa belki boshqa qo'yib deb ijro qilsaqmi o'xshash shaklda ijro bo'lganligi uchun tekstimizning ya'ni yozgan kodimizni texmi rahat, go'zal bir shaklda tizilishi uchun bu yerda bo'shliqni ishlatdik. Bundan so'ng o'xshash shaklda biz qo'shishni ko'rib chiqdik. Bu yerga qanchalik son qo'ysanglar bo'ldi. Masalan, men bu shaklda qo'ydim. Qo'ygandan keyin mana natija bu shaklda. Biz shunday qilib qo'shishni o'rgandik. Darsimizning oxirida bir Uyg'urcha bo'lgan matematika o'rganishinglar uchun bir kanalni tavsiya qilma. Bu kanal orqali matematikani yanada o'rgansanglar bo'ldi va yoki o'rganib bo'lgan matematikani qaytadan Uyg'urcha holatda pishirtsanglar bo'ldi. Undan so'ng darsimiz davom kelaylik. Print yozdik. Undan keyin tab ko'nikmasini yozgandan keyin biz elish amalini ko'rib boqaylik. Masalan, 520 boşluq alamiz 20. Ondan keyin tang 500. Qaranglar. Tang 500'e. Biz hozir qo'shish elishini ko'rib chiqdik. Ondan keyin yana print yozgandan keyin qaranglar. Bu yerda boshliq ko'paytimiz 2. İcra qilaylik. İcra qilsak, buni ijro qilgandan keyin qarasanglar 34 oladida, ya'ni natijasi o'xshash shaklda chiqdi. Undan keyin biz bo'lishini ko'rib chiqaylik. Print yozdik. Undan keyin ma'lum bir son yozaylik. 30 boshliq bo'lingan boshliq 6. Undan keyin qarasanglar mana 5.0 deb chiqdi. Undan keyin diqqat qilgan bir nuqtanglar. Masalan, 5.0 deb holat chiqdi. Mesela bunu fakat 5 holat, yani bütün son holatni chiqarish uchun yana diqqat qilgan bo'lsanglar, print undan keyin 30 bo'lingan 6 tang qarasanglar bütün holatda 5 deb chiqdi. Endi qaraydigan bo'lsanglar, bo'lishni yani ikki siziq yanto siziqdan 2 ni yozgandan keyin bütün chiqaradi. Masalan, qaraydigan bo'lsak, yana print yozaylik. Print yozdik. 31 bo'lingan 6. İcra qilsak, qarasanglar, agar natijasi mana shaklda parcha bo'lib qolsa, mana chekitdan keyingi hamma xonasi to'liq yozdi. Mana 31 ni 6 ga bo'lgandan keyin mana shaklda qoldiqlarni tatib hammasi chiqdi. Endi biz yana o'xshash shaklda print yozdik. 31 bo'lingan 2 bo'lingan 6 deb yozaylik. Qarasanglar 5. Yani mayadaki bir bölüş, yani yan to'siqning o'zi bu yerda bölüşni ko'rsatadi. Bo'lgandan keyin ham natijasi qanday chiqsa shuni o'zini yozadi. Agar butun chiqqan bo'lsa-mu, bevosita mana o'xshash yoziladi. Endi biz asli ko'rayotganimizdek, mayadagi 2 dan yan to'siqning o'zi agar natijamiz parcha holatda mana o'xshash chiqqan taqdirdami, buniki bütününü, yani özünle qo'ydi. Mesela mana 31 ni 6 ga böldük, ama bu yerdeki bölünme normal bölünme bo'lmasdan fakat bütün sonning o'zini chiqarib turganligini mana shaklda ko'rsatdi. Bu yerdeki ikki xil farqni ko'rib olsanglar bo'ldi. Yani birisiniki va birisining. Endi biz oldingi soat o'rganganimizdek izohlasak, qarasanglar, biz izohatni yozdik, bo'lish amali, amma bütün va parchalarni chiqarsin deb yozdik. Shuning bilan mana shaklda bütün va parchalarni chiqadi. Endi biz menga o'xshash shaklda izohat yozsak, ko'rayotganinglardek biz mana shaklda izohat qildik. Shunday qilib biz printning oqidan tirnoqning ichiga hech qanday pesh qo'ymasdan bevosita son yozgandan keyin son chiqadi. Qo'shishni o'rgandik, elishni o'rgandik, ko'paytirishni o'rgandik va bo'lishni o'rgandik. Bo'lishning ikki xil shaklini o'rgangan bo'ldik. Undan so'ng o'xshash shaklda printni yozgandan keyin qarasanglar, masalan, yana 31 ni bo'laylik. Hamda buningki nimaga ishga yaraydiganligini ko'rib chiqinglar. Bu qoldiq-a? Mana. Buning o'zi bo'lgandan keyingi qoldiqni ko'rsatadi. Masalan, yana o'xshash shaklda printni yozdik. 31 ni 6 ga bo'lsak, qaranglar. Qoldiq 1. Mana shaklda bu prosent belgisini ishlatsanglar,
Bununki qolliqni, ya'ni bo'lgandan keyingi qolliqni ko'rsatadi. Masalan, bu yerga zat yozadigan bo'lsak, endi mana persen belgisi ishlatgandan keyin biz ko'rayotganimizdek bir raqamini, ya'ni bir natijasini oldik. Buning o'zi bo'lgandan keyin qolliq. Masalan, 30 ni 6 ga bo'lsak 5 chiqadi. Ko'rayotganinglardek mana 36 ga bo'lsak 5 chiqadi. Endi 31 ni 6 ga bo'lsak 5 chiqadi, ammo bu yerda 1 qoldiq qoldi. Ya'ni biz ilgari o'rganib o'tganimizdek qarasanglar, bu yerda faqat butun sonni ishlatgan to'q. Endi biz buningda butun sonni ishlatmasdan qoldiqni ishlatdik. Ya'ni qoldiq deganimiz, masalan qaraydigan bo'lsak, 31 ni 6 ga bo'lsak, mana bu 1 bor. Dal shu 1 ning o'zi shu. Ya'ni biz ko'rib o'tgan shu 1 ning o'zi, mana yerga 1 o'zi shu. Bundan keyin biz yana davomli ko'rib chiqadigan bo'lsak, print. Bu yerda biz daraja ko'taramiz. Masalan, 5 ning 3-darajasi. Mana şekilde ko'tardim. 5 ning 3-darajasi deganimiz 5 ni 3 qatim arqa-marqa ko'paytirishni o'zini ko'rsatadi. Bu yerdagi natija 125. Normal matematikalik yozilishi bu şekilde. Masalan, 5 ning 3-darajasi teng 125. Mana şekilde belki ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Qarasanglar 5 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 5. Bunun natijasi bunga teng. Buning o'xshash, ya'ni ko'rayotganinglardek biz bugun o'rgangan mazmunlarimiz sonliq qimmat, qo'shish, elish, ko'paytirish, bo'lish, butun sonliq bo'lish, qoldiq, daraja ko'tarish. Biz bularni ko'rib chiqdik, bularni. Ya'ni o'xshash shaklda printni yozaylik. Qarasanglar bo'shliq qo'ydim. O2 qo'shilgan O2. Endi mana shaklda yozsak qanday bo'ldi? Buni ko'rib chiqaylik. Qarasanglar mana. Ko'rayotganinglardek mana ustidagi jup 5 ni qo'ygan vaqtda natijani hisoblamasdan bevosita buning ichidagi tekstning o'zini, ya'ni oldingi darsimizda o'rganib chiqqanimizdek bevosita mana shaklda ijro qildi. Unda bo'lsa bu ya'ni elitib boqaylik. Qaranglarda mana 24. Mana shaklda ijro bo'ldi. Demak, biz hozirga qadar printni va bu yerdagi jup 5larning rolini, undan keyin tekstlarni va sonliq qimmatni kirgizishni o'rganib chiqdik. Bundan so'ng darsimizning oxirida sizlar o'zingizlardan kichik bir imtihon berib biz bugunga qadar o'rgangan shu printni, undan keyin jup 5larning, taq 5larning rolini, tekstlarni, undagi sonliq qimmat, bu ifodalardan qo'shish, elish, ko'paytirish, bo'lish, butun sonliq bo'lish, qoldiq, daraja ko'tarish deganlarni o'zingizlardan kichik bir imtihon shaklida bir narsalarni qilib boqinglar. Ba'lim sonlarni ko'paytirib boqinglar, undagi boqinglar, bo'lib boqinglar degandek. Bularning hammasini qo'l silish orqali, qayta qilish orqali o'rganalaysizlar. Undan keyin darsimizning davomini biz kelar hafta yana o'xshash vaqtda darsimizni davomlashtirishga tirishamiz. Men darsdan beshik deganimdek, darsning oxirida bir matematikani Uyg'ur o'rganishimizga yordamchi bo'lgan bir kanalni tanishtirib chiqardim. Bu yerga biz Farabiy to'rt darsxonasi yozgandan keyin qarasanglar bu qarindoshimiz matematikani 0 dan boshlab tafsiliy holatda o'tib o'tadi mana. Qarasanglar bu qarindoshimiz Farabiy to'rt darsxonasi nomida birinchi darsdan, ya'ni sonlar bilan tanishishdan tortib toki 10lik kasrgacha, ya'ni qo'shish elishgacha hozir ko'rsatib o'tibdi. Bu kanalga ergishilish orqali matematika saviyangni puxtalash va yoki yangi o'rganishni boshlashinglar bo'ldi. Shundan bir vaqtda bizniki Python darsimizning davomini yaxshi shaklda o'rganib keta olasizlar. Undan so'ng darsimiz mushachi bo'lsin. Texim ko'p qarindoshlarning foydalanish uchun darslarimizni o'zaro tavsiya qilib qo'yishni, texim yaxshi bo'lgan darslarni ishlay olishimiz uchun kanalingizga ergishishlar birga darslarimizga bosh barmoq bosish orqali yoqtirishni unutmag'aysizlar. Allohga omonat.